Assalomu alaykum do'stlar. Shu ko'rib turgan Tiko'larimiz sotiladi. Mashin 1998-yil. Balonlar holati yaxshi, toza balonlar, magnitofon kolonka, chexol, poliklar qilingan. Mashinaning sirtlarida da chirigan, oqqan yeri yo'q. Kuzovlarda soz, tayyor holatda. Yana ichining ko'rinishlari. Bu mashin benzinda yuribdi. Motorlar soz beriyor, garantiya tekshirib ko'rib olaverasizlar. Kuzovlar ham taxlangan, zo'r holati. Bu mashinning bahosini 13 million so'm deb aytdik. 13 million so'm ustida azroq kelishib beramiz. Yaxshi sosteniyada Tiko. Bu mashin Qoraqalpog'iston Respublikasi Berniy tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosishni unutmanglar. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz. Ana motorning holatlari ko'rib tekshirib olaverasizlar bemalol.